To'xtang. Bu videoni o'tkazib yubormang. Vodiy Xorazm Buxorolik tanishlarga jo'natib qo'ying. Barchaga assalomu alaykum do'stlar. O'zbekiston Super Ligasining 9-tur doirasi ham o'z nihoyasiga yetdi. Mirjalol Qosimov shogirdlari Samarqandning Dinamosiga mag'lub bo'lgan bo'lsa, anchadan beri muxlislarga g'alaba nimaligini his qildirmayotgan Andijon klubi ishonchli tarzda Andijonga g'alaba bilan qaytdi va muxlislarini xursand qilishdi. Shu o'rinda bir narsani aytish joizki, har doimgidek o'z muxlislarini xursand qiladigan Farg'onaning Neftchi klubi yana g'alaba bilan Xorazmdan o'z muxlislarini xursand holatda qaytishga majbur qilishdi. Biz doim maydondagi qahramonlar haqida ko'p gapiramiz. Bugun maydondan tashqari muxlislar haqida ham qisqacha to'xtalib o'tishni xohladik. Ya'ni kim anchadan beri g'alaba nimaligini his qilmayotgan Andijon klubi muxlislari o'z fidoyiliklarini Bunyodkor stadionida ham chiroyli tarzda ko'rsatib berishdi. G'alaba qozonmasligiga qaramasdan jamoani qo'llab-quvvatlashda davom etgan Ultras burgutlari doim o'z jamoalarini chiroyli tarzda qo'llab keldi. Bu narsani Bunyodkor stadionida bemalol ko'rsatib bera olishdi. O'zining chiroyli madaniyati hamda hamdo'stligi bilan ajralib turgan Xorazm jamoasining muxlislari ham ajoyib tarzda farg'onalik muxlislarni kutib olishi bilan chiroyli madaniyat ko'rsatishdi. Undan tashqari har doim bitta yangilik yaratadigan chiroyli atmosferaga ega Farg'onaning muxlislari esa albatta o'yindan so'ng maydonni tozalab ketishi bilan o'zgacha bir atmosfera qilib berishdi ular ham. Mana shu videoni ko'rib turganmisiz, bitta kommentariy yozib keting, chunki biz mana shunaqangi madaniyatli muxlislarga ega bo'lyapmiz ekan, o'zbek futbolining rivoji hali oldinda. Boshqa jamoalarning muxlislari ham bomba tarzda oshyapti. Buxoro, Samarqand, Surxondaryo, Qashqadaryo, Xorazm, Vodiy, albatta Toshkent jamoalari ham o'ziga yarasha chiroyli muxlislariga ega. Qani ko'ramiz. Go! Qaysi muxlislar yana qay tarzda bu yil o'zbek futbolini lol qoldira oladi? Sog' bo'linglar. Biz ishonamizki, chiroyli tarzda muxlislik va stadionlarni to'ldirish davom etadi.